Hammaga assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Navoiylik boy biznesmen akalarim, Jaki 200 modellari qasam hisoblanib terib tashlaganimizni qaranglar, nima deyapti. Bu avtomobillarimiz uchun aytib o'tganim oldingi videolarimda ana bunday original qismlari bor deb, mana ko'rib turganingiz hozir qo'limdagi havo filtri bo'ladi. Bu modellarimizga istalgan turdagi kuzov qismidagimi yoki ichki detallaridanmi qanaqangi qism kerak bo'ladigan bo'lsa, hammasini o'zimizdan topasiz. Ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz bo'lgani. Xo'p, bu modellarni agar kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, xarid qilmoqchi bo'lsangiz, batafsil ma'lumotini hozir berib o'taman videoning davomida hamda to'lov usullarini ham aytib o'taman. To'lov usullariga keladigan bo'lsak, 3 xil to'lov usuli bor. Naqd to'lov, avtokredit hamda rassroshka e'lon qilingan. Rassroshkani ham boshlang'ich 50% ni to'lab, qolgan summasini 13 oyga bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Ustidagi foizga keladigan bo'lsak, ustiga hech qanday foiz minmaydi. O'zini qolgan summasini shunday o'zini bo'lib to'lab tashlayverasiz. Bu modellarimiz 2 lik atmosferani bo'ladi. 6 kishiga keladigan bo'lsak, 140 tani tashkil etadi. Benzin tanlamaydi, metan propanda bemalol yuriydi. Bezatgaz mashinamiz xizmatingizni qilib bera oladi. Prontovarimiz, bartovoyimiz hamda tentovkamiz, shassi modelimiz bor bo'ladi. Bu modellarda hozirgi kunda ko'rishingiz mumkin. Farlar e'tibor berasiz, ajoyib ishlangan elajovski farlar qo'yilgan, tuman gazini ham e'tibor berasiz, zavodskiy tumankalar bilan jihozlangan. Bu modelimiz o'zi mana prontovarimiz o'z bag'riga 9 kub yuk oladi. Orqasida hamda yonboshda eshigi bo'ladi, ichida yoritgichlari bilan birgalikda. Oldi balon hajmi 15 lik amortizator bo'ladi, orqasi resorlik hamda 13 balon qo'sh balonlik bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari zapaskasi ham xuddi shunday, mana 2 xil razmerda bo'ladi. Mashinamiz tayyor, nalistik sotuvda turibdi. Kelib ko'rib mashinani test drive'ni qilib bemalol olib ketsangiz bo'ladi. Bu yerda esa mana ko'rib turganingizdek Bartovoy modelimiz turibdi. Bartovoy modelimizning sotuvi tayyor. Bu modelimiz 2 tonagacha kitobda yozilgan ko'tarib bera oladi, lekin aslida 4 tonagacha yuk bo'lsa bo'ladi bu modelimizga. Uzunligiga keladigan bo'lsak, bortimiz hajmi uzunligi 320 ga 175 eniga bo'ladi. Bu modelimizda nalichli tayyor turibdi. Bu modelimizdan ham mana 5 ta tayyor, prontovarimizdan 4 ta tayyor, tentovkamizdan ham 3 ta tayyor turib sotildi. Kelasizlar, ko'rasizlar, olib ketaverasizlar. Tentovkamizga keladigan bo'lsak, tentovka modelimiz raskazushkalik bo'ladi, yig'iladi. Tentovkani 2 kishi shunday ortiqcha hech qanday harakatlar kerak emas. 2 kishi ham 1 kishi ham yetadi. Shunday yig'ib turib, mana shunaqa havoni issiq kunlarda bartovoy qilib foydalanib ketaversa bo'ladi. Keyinchalik yog'ingarchilik kunlar bo'lganda esa yoyib qo'yib bemalol ishlatib yursalar bo'ladi. Salon qismida 3 kishi ketadi. Hamma modelimizda shunday. 2 kishi ketgan taqdirda ham o'rtaroq o'rindiq orqasida bar bu. Bardan foydalanib ketsa ham bo'ladi. Uzoq yo'lga chiqqanda ovqatlanish uchun ancha qulay bo'ladi bu narsa. Mana modellarimiz tayyor turibdi. Ko'rishingiz mumkin. Bizda nafaqat endi Jak X800 modellar, Jakda istalgan turdagi mashinalar bu. Mana bu yerda esa Jak T9 modelimiz turibdi. Kunigacha topshirdik akamizga. Mashinani Toshkentdan minib keldilar. Jak T9 Vizigotimiz 4x4 modeli bo'ladi. 2 lik turbo bo'ladi. Bu modelimiz avtomat korobka bo'ladi. 6 kishiga keladigan bo'lsak, 190 tani tashkil etadi. Ko'rishingiz mumkin. Mana turishlari ajoyib bir boshqacha turibdi. Akamizga omad. Mana bu yerda esa X800 modellarimiz qatorasiga terib tashlaganmizni qanaqangi biznes bo'yicha ishlatmoqchi bo'lsangiz, bemalol ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib ma'lumotlarni tashib buyurasiz va undan tashqari mashinani shunday xarid qilib, yarim soat ichida to'lovini qildingizmi, yarim soat ichida nomingizni rasmiylashtirib beramiz. To'lovini qilgan bo'lsangiz bo'lgani. Akamiz mana kecha shunday keldilar. To'lovini qildilar, mashinani borib Toshkentga o'zlari minib keldilar. Bu modellarimizda ham mana naricha turibdi qatorasiga to'lovini qildingizmi, aytganimdek olib ketaverasiz. Mashinani oylab ko'tarib bo'lmaydi bizda. Servis xizmatlari bor. Original qismlar bor, mana bir kichkina detalni o'z qo'limda ushlab turibman, ko'rib turibsizlar. Tashkent Motors kompaniyasining manziliga keladigan bo'lsak, endi Navoiy filialida, Navoiy viloyatida Karmon tumanida Yangi yo'ldan Regal gastinisadan shuni Yangi yo'lga qarab qaytishingizda transport boshqarmasining ro'parasidagi Tashkent Motors avtosalonida hammangizni manzilimizda kutib qolamiz. O'z fikringizni yozib qoldiring. Jak X800 mashinasi qanaqa model? Sizga ma'qul bo'ladimi, yo'qmi? Mashina haqida nima deysizlar? Like va komment kutib qolaman. Obuna bo'lishingizdan chiqmasin.